Murodilla akam Marhamatdan keldi. Sement ko'mir tashiymiz dedi. Xo'p, bortlariga 1.2 lik atsinkovniy listdan qo'yib berdik. Poliga 1.8 lik qo'yib berdik. Taylarda shumka, yonboshlariga po'kaklar qilib qilganmiz. Murodilla aka, biz ishimizda nima kamchilik bo'ldi aka? Hammasi yaxshi. Yaxshimi aka? Yonboshlarini qo'l kesmaydigan qilib bukib berdik akamizga. Xudo xolasa ish sifatiga o'zingizlar baho bersanglar bo'laveradi. Zaklopkalari xudo xolasa idealniy holatda bo'lgan. Xo'p, akamiz aksiyamizda qatnashyapti. Aka, mana shu $100 xudo xolasa sizga chiqsa, sovg'a qilib beramiz, aka. Nima dedingiz? Hali. Omadingizni sinab beramiz. Aka, mana $100 orasiga solib albatta boryapmiz. Raqam aytsangiz, aka, sizga sovg'a qilib beraman. Qaysi raqamni? Xohlaganingiz birdan 100 ga xohlagan raqamingizni ayting. 50. Qaysi tomondan sana berdim? Bu yoqdanmi, bu yoqdanmi aka? Naradan tepasidan. Mana yoqdan, 50 ga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Murodilla aka, bizdan sizga sovg'a. Aka, Rozi bo'linglar. yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Agar 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 deganingizda $100 sovg'a qilib olib berardim aka. Bo'ladi. Aka, Hammasi sog' Xudo bo'ling. xolasa xizmatlar bo'lsa, tent, budka, bagaj, sondiq, duga desangiz ham Xudo xolasa chiroyli holatda qilib beramiz aka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, xo'p.